Tonalka yaxshi turishi uchun albatta bu siz ishlatayotgan bazaga ham bog'liq. Bazani, например, agar siz yuzingiz juda ham tez yog'lanishga moyilligi bo'lsa, Milani brendini, mana shu face primerni tavsiya qila olaman. Bu adashmasam $27 atrofida turadi. Agarda sizga Chanel brendini bazasi qimmatli qilsa, Shiglemmi imенно porani yaxshi olib beradigan unaqa bazasi ham bor. Buni ham test qilib ko'rsangiz bo'ladi. Bu ham tonalkalardan silliq yotkazib beradi. Еще poralaringizga kirib qolmaydigan, yuz nafas oladigan baza xohlasangiz, unda NYX Angel Whale baseini ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Agarda siz lechebniy xohlasangiz va sostavda SPF bo'lsin desangiz, unda Clinique brendidan bu SPF dan foydalansangiz bo'ladi. Agar siz poralaringiz kengayib ketmasligini xohlasangiz, Elf brendini sostavda niacinamid qo'shilgan bazasi ham mavjud. Agarda siz teringizni qurimasligini, namlanib turishini xohlasangiz, sostavida imенно